bu funksiyani qo'shmay TikTokka video yuklamang. Bu TikTokni rekomendatsiyaga chiqarib berish darajasi. Sizning yo'nalishingiz bo'yicha hamma yo'nalishlar bor. Siz yo'nalishingiz bo'yicha tanlaysiz, mana izlaymiz. Yo'nalishimizga mos yozig'i topamiz. Necha foizgacha chiqazib berish ehtimoli qarang. Bittadan chiqib ketamiz TikTokdan. Mana hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana TikTokka rekomendatsiyaga chiqmaydi deganlar. Mana katta 83 ming, 3 mingdan kattaroq. Mana chiqib ketamiz TikTokdan. Mana yana qaytadan ko'rsataman hozir manaki. Bu yerda har qanday yo'nalishlar bor. Agar mana shu yo'nalish bo'yicha video qo'yadigan bo'lsangiz, 100% rekomendatsiyaga videolaringiz chiqadi. 100% chet elliklar sizning videolaringizni ko'ra oladi. Yaxshilab e'tibor qiling. Bu narsani do'stlarga yuborib qo'ying. 95% odam bilmagan TikTokda sir mana. Bu yerda yangiliklar kelib turadi. Yaxshilab qaraymiz videoga. Manaki. Mana bu yerga adelni chiqib turadi. TikTokka adelni chiqish shart ham emas. Mana har qanday yo'nalish bo'yicha videolar rekomendatsiyaga chiqadi. Like, podpiska bosishni unutmaymiz. Hammaga omad.